Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Hasanboydagi obyektimiz katta kottejlar qurilyapti. O'sha kottejlarga selflarga yamalarni qazib beramiz. Yamalarimiz diametri 1.30, 6 metrdan bo'lgan. Shularga bloklar terish bitiramiz, terib bo'ldik. Bu yoqda ikkinchi yamamiz. Shunaqa bo'lganlarni qilamiz. Ikkinchi o'ramiz. Shunaqa bo'lib terish jarayonidamiz. Chunki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aslida qoldiramiz, aloqaga chiqarasiz. Xudoga ishlarimiz sifatli. Baribir beramiz, tejash sifatli. Qo'lni kottej bo'ladi. 8 ta kottej tushyapti. Hammasiga hozir ikkitasini qazib shunaqa o'liklarni terib bo'ldik. Qolganlarni endi ish jarayonida qo'yib boramiz.